oson belgilarini olib chiqqanmiz. Buni endi siz aniq bilasiz. To'xtang, mos chakkim keldi meni. Okajon, endi javob berib ketasiz-da. Oldinda ma'sumda javob bermayman. Ikkinchi daraja yo'lsizlik belgisi. Bu qanaqa belgi? Yo'l bering belgisi. Bu asosiy yo'l belgisi. Asosiy yo'l belgisi? Bu belgi kelganda siz birinchi yurasizmi yoki boshqa odamga yo'l berasizmi? Yo'l bering bo'ladida. Yo'l bering bo'lgandan keyin beriladi-da. Bu asosiy yo'l belgisi. Bu belgini bilmaysizmi? Nomini bilmayman. Prosta bu siz glavniy emassiz bu yo'lda. To'xtab, glavniy o'tkazishingiz kerak. Nimani? Yo'lni bering belgisi. Biya bilib o'tirib eslashib ketyapti-da. Shularni olinglar. Mashinalda, brat, Bu ogohlik, ya'ni katta chorraha bor degan ma'noda shu. Katta chorrahaga chiqyapsiz degan. Kichkina ko'chadan chiqsangiz, mahalladan shunaqa bo'ladi. Mashinangiz bor ekan sizda. Qanaqa belgi bu? Men bunga tushunmayman bunday belgi. Bu belgini ko'rganmisiz oldin? Afsh qiziqmayman bunday narsa. Belgiga qaramasdan haydaysiz deymi mashinani? Shu odamlarga qarab ketaveraman o'zidan.